Azizlar, mana bu videoni ko'ringlar. Men umuman o'zimni tutib tura olmayapman. O'zimni ko'rib. Hech narsadan xabari yo'q bolam. Oyoqlarini ko'tarib yotishini ko'rdinglarmi? Bu videoni avvalam qo'ygan edim. Onasi oldirmoqchi ojonladim. Onasi 2 kundan keyin telefon qilyaptilar. Zulayho opa, men dori ichdim, qon ketyapti. Mazam bo'lmayapti, nima qilaydi? Shunda telefonni o'chirib qo'ydim. Javob ham bermadim. Keyin bilishim bo'yicha homilasi tushgan. Shu bolajonimni o'ldirdi onasi. Yana eng yomonini aytaymi, qatdan bildim bola tushgan. Menga bolani rasmini tashladi. Tasavvur qila olmaysizlar. Shu ishni qilayotgan onalar, otalar, sizlar qotilsizlar. Qaranglar. Murg'oq qalb nimaga bolani bergan Alloh rizqni ham beradi. Nimaga rizqni o'ylab bolani o'ldiradi? Nimaga eringizga jahl qilsangiz ham, ey ayollar, bolangizni o'ldirasiz? Oxiratda qanaqa javob berasiz? Qanaqa, nima uchun? Men ko'ra yomon bo'lib ketdim. Men hozir mana shu kecha kunduzda bitta yaqinimni, yaqin insonimizni kelinni olib yugurib yuribman-da, mana eko qildirishimiz kerak. Mana 2 yildan beri shu eko qila olmayapti-da. Bolaga zo'r-da. Yo, umuman tirnoqqa zo'r bolalar qancha-da bu dunyoda-da. Tirnoqqa zo'r, butun dunyosi bor, lekin tirnoqqa zo'r insonlar bu sinov ekan-da Alloh taolo. Kimdir farzand bilan, kimdir kambag'alchilik bilan, kimdir kasalchilik bilan sinar ekan. Lekin qanday qilib ona o'zini anaqasida urib turgan bolani o'ldiradi, qanaqa qilib? Agar onani hayotiga xavf tug'dirsa, ya'niki agar ona yoki bola saqlanib qolish kerak bo'lsa, u boshqa narsa-da. Lekin agar ona sog'lom bo'lib turib, o'zi xohlamay bo'lib turgan bolani o'ldirib yuborishni bilmayman. Nima deyishim bilmay qoldim. Azizlar, xulosa o'zinglarda, men o'z ko'rishim videoni bor-ku. To'g'risi esa bolalarim ko'zim oldimga kelib ketdi-da. Astag'firulloh, Allohga omonlik qo'yganman bolalarim. Hech kim bolam demasin bu dunyoda, hech kim. Hech kim ota-onasi bevaqt o'lib kasal bo'lmasin. O'zim tutib tura olmay qoldim. Uzr. Sizlar qanaqadir fikrdasizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Yo, men hozir to'g'ri gapiryapman. Yo, men ezilib ketdim-da, hozir mana shuni ko'rib qoldim.